Koreyada kim ko'proq daromad qiladi? ID kartasi bor odammi yo ID kartasi yo'q odammi? Albatta ID kartasi bor bo'lgan odam, sababi bu katta davlat ishlarida ishlashi mumkin bo'ladi. Davlat ishlarida ko'chadagi kunlik ishlarga qaraganda ko'proq daromad berishadi. Kimni rasmiy sug'urtasi bo'ladi? Albatta ID kartasi bor bo'lgan odam rasmiy sug'urtasi bo'ladi va bu ishxona tomonidan ta'minlanadi. Kim Koreyada ichida bemalol aylanib yuradi? Ikkalasi ham bemalol aylanib yurishi mumkin, lekin ID kartasi yo'q bo'lgan odam kuni kelib tutilsa, deportatsiya bo'lish ehtimoli juda ham katta. ID kartasi bor bo'lgan odam O'zbekistonga chiqib, kirish ehtimoli ham katta. Kim o'zi nomiga kredit ola oladi? Albatta ID kartasi bor bo'lgan odam, chunki ularning rasmiy ish joyi bo'ladi, rasmiy ish joyidan kredit tarixi yaxshi chiqadi. ID karta shuncha imkoniyat berar ekan, uni olish qiyinmi o'zi? Agar sizga to'g'ri odamga yordam beradigan bo'lsa, olish imkoniyati yuqori va oson. Agar sizga noto'g'ri odamga yordam beradigan bo'lsa, unda 2 yil, 3 yil ham olish qiyin. Agar sizda ham Koreya ID kartasini olish qiziqishi uyg'ongan bo'lsa, albatta kommentariyada plus belgisini qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz.